Assalomu alaykum vatandoshlar, obunachilar. Yana biz mana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib, Erkinjon akamizga mana egasiga topshirdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Uto'rmadash qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Samarqand fason darvozani bilan tanlashdi, ustanovka qilib berdik. Ustaga darvoza ma'qulmi? Juda ma'qul-da. Shu ustalarga qo'lda ko'rmasinglar ham. Mana bitta bas 3 ta darvozani kunimdodek qilib qurib berishib ketdi. Erkinjon akamizga 3 ta o'g'li, mana 3 ta o'g'liga darvoza olib kelib o'rnatib berdik. Hozir sizlarga darvozani qisqacha tanishtirib o'tamiz. Ana Erkinjon akamiz ham xursand, darvoza ishimiz ma'qul bo'libdi. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz Samarqand fason darvoza. Razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3,5 metr, bo'yiga 370 sm. Darvozamiz joyi shunaqa ekan, olib kelib o'rnatib berdik. Materialiga keladigan bo'lsak, stoykalari 10 profil, qalinligi 2,1 stenkada qilganmiz. Darvozamizning ramasiga 8/4 profildan foydalanganmiz. Buni qalinligi 2 stenkada bo'lgan. Qalin. Keyin tagiga esa mashina o'tmaganda ezilmasligi uchun shvillar qo'yib berdik. Shvillarni ham yaxshisidan olib kelib qo'yib berdik. Xo'sh. Baquvvatlisidan olib kelib qo'yib berdik. Endi darvozamizning listiga keladigan bo'lsak, listi ham 2 stenkali listlardan qalin. Keyin mana buni ustiga tosh listlarni ham bosib berganmiz buni qilib. Samarqand fason darvozamiz. Bu darvozamizning kraskasiga 2 yilga garantiya berdik mana Erkinjon akamizga. Mana darvozamiz ochilib, yopilishlari zamogi, zubr zamokdan olib kelib o'rnashtirib berganmiz. Darvozamiz juda cho'tki chiqqan. Mana hozir ochib, yopib nimalarini ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Ochib yopilishlarini ko'rsatib turamiz. Mana vatandoshlar, darvozamiz, o'rinlari hamma yo'g'i cho'tki. Bu Hoji buvamizga hozir ikkinchi darvoza, bu birinchisi. Ikkinchisini hozir o'rnatib kelyapmiz. Hozir videodan keyin hozirgi o'rnatgan darvozamizni ham ko'rasizlar. Mana darvozamiz. Darvozamiz orqasini ham bir qator ko'rsatib yuboraylik. Darvozamizni zatvorini tashqariga qo'yib berganmiz. Xo'sh, oshmoshlarga keladigan bo'lsak, oshmoshlari mana 3 tadan qo'yib, o'sha pachemlikli oshmoshlardan qo'yib berganmiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1,400,000 so'mlik. Bu darvozamizni 1,700,000 so'mlik varianti ham bor. Orqasiga polni silliq qilib, bu ramalari ham ko'rinmaydigan qilib his bosib bersak 1,700,000 so'mdan bo'ladi. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomizga like bosib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab darvozani o'rnatib beraveramiz. Qadrli obunachilar, navbatdagi darvozamizni o'rnatyapmiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga. Ko'rishlaringiz mumkin. 1 kvadrat metri 1,400,000 so'mdan olib kelib o'rnatib beraveramiz akasi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani.